siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamualaikum, it's me Maria from Belt 100 Media and I am here at the head office of All Pakistan Chinese Overseas Youth Federation. Ben Bolsam Uyghur Kisbala. Ben Pakistan'da Turşluk işkence Olad Bolman. Ben Jungo Vatanam Ne Suyman. Bajung Yui Wan Sui. Pakistan'da 15 aile var. Bu 15 aile hem de Şia. Biz Uygur bilen biraz çıkış yok buranın. Pakistan'da All Overseas Chinese direkt bu bir foundation kılıldı. Konsolxonaga çire biz Uygur bizga yardım qilinglar. Bu kızda hem de Pakistan'daki Xitoy konsolxonaga ishlaydi. Maaş aldı. Maaş algandaki bular bundoq gap qilib Pakistan'da içinde elhamdülillah 800 aile var. 800 aileden bir kız bala müdür video çıkarıp ya medyaya çıkarıp herkes bu Xitoyni damlamaydı. Hem de bu bizne bile alakamız yok. Hem de bir Uygurlar içinde bir iş kiliş yok. Boğazdan ki bunlarla biz tanımayız. Bu Şoca Hüseyin degen balabaş avarsız chairman hem de başlıkı hem de şu bu kızını aldığı bölütü doğurmuş ki bu kız bu Şoca Hüseyin'in tokan volken tokan boğazdan ki bu hem de kılvadı do. Degen elhamdülillah Pakistan'da bir Uygur mündür katıp Xitoyni herkes bu damlamaydı. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Yuqorida ko'rganinglar Pokistondagi Pokiston Xitoy yosh muhojirlar uyushmasi tarafidan ishlangan video ekan. Buningdagi bu qiz Pokistonda yashaydigan ikkinchi avlod qiz ekan. Buning bir tuqqani, ya'ni Shujat Ali degan bu rasmdagi hozir rasm keladi. Shu rasmdagi adam shu qora kostyum kiyib olgan. Uning tuqqani ekan. Bu Shujat Ali degan mushu Pokiston Xitoy yosh muhojirlar uyushmasining raisi ekan. Bular shu Pokistonda yashagan ikkinchi avlod Uyg'urlar bo'lib, hamda asoslari Uyg'ur jamoatligiga aralashmaydigan, o'zining mazhabiy shiaga tabiiy bo'lgan bir inson ekan, eti Uyg'ur. Ama Xitoy tajovuzlari bilan mush eg'iz burun yalashib, Xitoy tajovuzlari bilan bergan jundi so'ngaklari bilan jinni beqiyotgan insonlar ekanligi ma'lum. Bu qiz bola o'zi Xitoy elchixonasida ishlaydi ekan. Hamda Shujat Ali bek xizmat ko'rsatgisi kelib ketib, bu qiz bolani bu ekranga chiqib o'zininki yuqorida o'zining ikkinchi avlod Uyg'ur ekanligini, o'zining vatani Xitoyni nihoyat yaxshi ko'radiganligini, gerçi Pakistan vatandaşı bo'lsa-mu, ama Xitoyni nihoyatda yomon yaxshi ko'rdi ekan. Xitoyga berib yashasa bo'ladi, hamda Uyg'urga vakillik qilolmaydigan bunda uyalarninki chiqishi, vatan sirtida muhojiratda Uyg'urlarninki vatandagi urug' tuqqanlarni izlashi va ulardagi urug' tuqqanlar uchun guvohlik berishi, bu tushum-tushundan xalqaro axborot vositalarida o'tirib kelishi ham izchil turda ijtimoiy taratqularda mushu dunyoning har qaysi yerlaridagi qarindoshlarimizni o'zining urug' tuqqanlarini izlab shaklda berayotgan guvohligi va harakat faoliyatlarining natijasi. Shuning bilan birga bu Xitoy tajovuzlari Pokistonni zaten Xitoyning oq o'ylisi qilib bo'ldi. Pokiston hukumati va mushunga o'xshagan shakldagi ozg'ina manfaat uchun o'zining hamma nimasini setadigan insonlar bilan tariqasida ma'lum shaklda Pokistondagi Xitoyning mayli g'alchilar guruhi bo'lsin, yuqorida shu bir necha parcha rasmni qo'ydim. Shuningdagi necha avlod, 2-3 avlod Xitoyga ishlayotgan Uyg'ur demaymiz, hamda men bularni Uyg'ur demayman zaten, chunki bularda Uyg'urning qini yo'q. Qini bulg'unib ketgan, changlashib ketgan, Xitoy bilan aralashib ketgan narsalar, shunga bular Uyg'urga vakillik qilolmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, bular Uyg'urga vakil sifatida o'tirib chiqib, bizni qaralash maqsadida harakat qilayotganligi uchun buningga qarshi bularni fosh qilish, oshkorlash shaklida mana Pokistonlik qarindoshlarimizning guvohligi va shunga o'xshagan biz o'zimiz to'plagan uchurlar bilan
qarindoshlarimizni vaqtlandırdık. Muşuna bilan birga biz dunyoning har qaysi yerlarida o'zimizning imkoniyat yarasha shaklda o'zimizning ijtimoiy taratqularda o'zimizning urug' tuqqanlarini ular uchun guvohlik berish, qo'shni qo'lim qarindoshlarimiz va saboqdoshlarimiz biz biladigan insonlar uchunchu guvohlik berishning nihoyatda muhim ekanligini. Xitoy buningdanchu nihoyatda bearam bo'lib, mana shunga o'xshagan saxta Uyg'urlarni ekran yuziga chiqib guvohlik berayotganligi o'tirdi qarindoshlar. Demak, guvohligimizning Xitoyni bearam qilayotganligining natijasini ko'ra olamiz bundan. Shuning uchun buning bilan birga guvohligimizning naqadar muhimligini eslatib qo'yish bilan bu programmani oxirlashtiraman. Ko'rganinglarga rahmat, taqdim qo'yganlar uchun ham rahmatimni bildiraman. Allohga emanet bo'ling.